Ikki xonali birinchi etajda joylashgan 2005-yilda qurilgan почти новостройка bo'lgan uyimizni obzorga kelganman. Manzilimiz Shibayevada Vossen magazinning orqasida joylashgan hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yoq kirib kelish qismi. Kirib kelganimizda mana shunaqangi перехоженный qismi bizani kutib oladi. Xo'p, to'g'rida zal qismi joylashgan. Remontlari juda ham yaxshi holatda, akkuratniy qilingan. Endi bu yevro remont hisoblanmaydi, lekin sredniy remont yashasa bo'ladi. Yonida esa ikkinchi xonamiz joylashgan. Uyda gilam, parda, mana mebellar hammasi qoladi. Ko'rib turgan hamma narsalaringiz qoladi. Bu yoq esa sanuzel qismi. Uyimizning umumiy metr kvadrati 60 metr kvadratdan ziyod hisoblanadi. Bu yoq esa oshxonasi. Proyekt bo'yicha oshxona bo'lgan. Oshxona balkonga ko'chirilgan. Balkonlari ham katta, keng balkon hisoblanadi. Uyimizning narxi $32,800. Birinchi etajda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, podvallarni kelib ko'rishingiz mumkin. Umuman zax chiqmagan, suvdan, svetdan, gazdan umuman muammosi yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirganmiz, bemalol telefon qilib kelib ko'rsanglar bo'ladi.